Assalomu alaykum, Surxon Sport kanalining ashaddiy muxlislari. Do'stlar, sizlarga bir hafta oldin Surxondaryo viloyati Angor tumani Kayran mahallasida 2026-yil 25-aprel sanasida katta kurash bor deb e'lon qilgandik. O'sha kurashimizni zotlari yig'ilib qoldi. Xudo xolasa, zotlari ham zo'r kelaverasizlar. Ushbu kurashimizni Joniqulov Yo'ldosh polvon o'g'li Jumanazar aka o'g'illariga sunnat to'y munosabati bilan katta kurash beryapti. Kurashimiz zotlari: bitta tuya, 3 ta ot, bitta ho'kiz, 5 ta qo'chqor, 10 ta sarka va qimmatbaho sovrinlar, 60 million so'm pul mukofotlari ham mavjud. Ushbu kurashimizni xabarlaringiz bor. Zafar Hoji bobomiz boshqarib boradi. Kurashimiz soat 10:00 da boshlanadi. Kechikmasdan kurashimizda kutib qolamiz hammalaringizni. Kelinglar, kurashimiz juda ham qiziq va zo'r bo'ladi. Do'stlar, shunaqangi kurashlarni oldindan bilib bormoqchi bo'lsalaringiz, Telegram kanalimizga obuna bo'lib qo'ysalaringiz, Telegram kanalimizda barcha kurash ko'pkarlarining qachon va qayerda bo'lishini aniq aytib boramiz. Telegram kanalimizga qo'shilish uchun pastda kurash ko'pkari degan selka yozuvi bor. O'shani shunday bosib qo'shila olasizlar. Bu yerda barcha kurashlar qachon va qayerda bo'lishlari va chiroyli birasoklar hammasi mana shu gruppamizda tashlanib kelinyapti. Ushbu gruppamizga o'tib qo'shila olasizlar. Kurashlarni bilib boraverasizlar. Bizni kuzatishda davom etingizlar. Bittadan like bosib qo'yishni unutmangizlar.